ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العلي الكبير وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, hazırki biz Müslümanlar yaşavatkan muşu devri her bir Müslüman ruhi cihette, maddi cihette bulup mu İslam dinimizni erkin icra kılış cihette sıkılvatkan, zalim her türlük Allah'a karşı çıkıcı tağ güruhlar bulup mu biz Uygur Müslümanlarına nispeten Şarkı Türkistan zeminide Xitay komünistleri bizning Uygur Müslüman halkımızga Allah Teala'ga işengenligi üçün, Müslüman boğanlık üçün, Uygur milleti bolganlık üçün ularni tip-yıldızdan kurutuş, itiqadını kurutuş, medeniyetini kurutuş, neslini kurutuş, cemiyetin bütünlüğü yokutuş, kırgın kılış emniyeti bilen zoravallık kılıvatkan, paslık kılıvatkan mana şundak bir biz Müslümanlar en içinişlik, müşakkatlik bir devlet turatkan bir kıyınçılık ve içinişlik bir kapılık işide turatımız. Daim her minut ve sükunutta şu Şarkı Türkistan zeminindeki cezalaş lagırda turatkan ağaç sınıl, ata-ana, bir tukkan oğul kız yürek parlarımız boğan kıyırındaşlarımız, yürek parlarımız boğan Müslüman kıyırındaşlarımızın ki şu Xitay komünistlerinin zulümlerden kurtuluşunu, en tez bu zulümün kötürülüşünü ve Şarkı Türkistan zemininin ki azat kılışını hemmimiz ümit kılımız ve şu gayi maksat üçün keç gündüz tirişimiz ve tirişqallarını yaxşı görümüz. Qaysı bir taraftan muşu yaxşılık, doğruluk, kıyınçılıkның kötürülgenligi doğruluk bir avaz çıqa dep şu tarafga daim quluqimizni salamiz, yürükimizni şu tarafga daim köndürümüz ve yürükimiz muşu xoşallık g'albining sükunatıga daim intiladi. Lekin biz yuqorqi g'alba, mushaqqatning ichilishi, qiyinchilikninki yo'qolishi, tiz bo'lgan kangurlikning kelishiga zodi o'zimiz qandaq rol o'ynadik, buni o'zimizdan so'rashimiz kerak. Hem qandaq rol o'ynaganda biz mushaqqatlardan qutulib chiqaraymiz deganligini mi o'zimiz avvalan o'zimizdan so'roq qilishimiz kerak. Mushaqqatdan qutulishninki, mushu qiyinchilikdan qutulishninki chiqish yo'li, qiyinchilikning ochilib ketishning birinchi yo'li yana bizdan ilgirki payg'ambar alayhissalatu vassalam va sahobalar ve burunki peygamberleri kelgen cepa müşakkatta ular şu cepa müşakkat, şu kıyınçılık, şu ularının üstüge düşken her xil zulümlerden ular kutulgan yol bilen kutuluş. Bunun birincisi Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim diyendek Estaizu billah Ya eyyühellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sadida yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima. Sure Ahzab 70. ayetten 71. ayet kışı. Ey müminler, Allah Subhanahu ve Teala sizlarga buyurgan işlarni qilish, sizlardan
Allah subhanahu wa ta'ala çekilgen işlerden yeni şeyler arqılıq haqiqiy Allah Ta'aladan taqvadır bulunlar. Birinci iş taqvalık. Ve sıra doğru boğan haq gapni, haq avazını, haq nasihat, haq yolunu jakarlanlar. Otturup koyunlar. Kur'an, hadis ve onun haq talablarını otturup koyunlar. Sıra küfrga, zulümga, günah masiyatga boy almaydiganlıqlarını otturup koyunlar. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga amalinglarni isloh qiladi. Ya'ni mushunda qiyinchilikdan chiqish yo'lini Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga osonlashtirib turdi. Sizlarga yaxshi ish, g'alabaning yo'llarini sizlarga Allah o'ng'aylashtirib, uni sizlarga ko'rsatib turdi. Allah sizlarga gunohinglarni mag'firat qildi. Ya'ni qatinchi bo'lgan alohida iltifoti ana shundoq haqni o'ttirib qo'yishda mustahkam turish bilan hamkorlashsanglar Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga buyurgan haqni maydonga keltiradigan, zulmni qutuladigan yaxshi ishda o'zaro amaliy yaxshi ishni qilishga Allah Ta'alaning yo'liga qo'yguncha o'z hayotinglarni, iqtidoringlarni haq uchun fido qilsanglar Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga gunohinglarni kechirim qiladi. Ham undan misrib eng cho'ng bir yaxshi natija borki, u bo'lsa-mu "Aman yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima." Allah Ta'alaga, onun payg'ambariga itoat qilgan, bo'ysungan kishilarga katta bo'lgan maqsadga erish bor. Mana shundoq maqsad qaysi desa, ya'ni Allah Ta'ala'nın cennete giriş var. Şunu qarindoshlarimiz bizning bu uchragan qiyinchiliklarimiz biz uchun bizni xo'rsilgan, bizni umidsizlantiradigan, bizni tiniqtirgan bir bizni qarta yomonlik emas. Balki biz haqda ching turib, haqni o'ttirib qo'yib, haqqa hamkorlashib, maydonimizni yanmay qanchalik bo'ron chapqon, qanchalik bizning maydonimizga tajovuz qiladigan zulm yoki chekidan oshgan zarbalar qancha ko'paygansiri biz haq maydonimizda mustahkam turib, o'zimizda barliq iqtidorlarni qurbon bersak, biz Allohning mag'firatiga erishish bilan birga oxiratda Allohning jannatiga erishamiz. Ham shundaqla Alloh taolo o'zi bizga biz qilgan barliq xizmatlarimizni dunyoda g'albilik bir yaxshi mevaga aylantirib turadi. U bo'lsa-mu kofirlar ustidan g'alaba qozonish, jamiyatda va maydonda islom nurining va Allah bizga bergan haq erkinligininki, haq huquqlarimizningki amaliy g'alabaga erishish. Mushu qiyinchilikdan qutulishningki yuqorqidek biz haq maydonida turish va haqni qo'llash va haq uchun qurbon berish bizdan talab qilingan bo'lsa, ikkinchi bir ish biz o'zimizning psixikasi, o'zimizning ruhiy ma'naviyati, o'zimizningki irodasi va amaliy harakatidagi har qanday bir pasiflikni, har qanday bir ojizlikni va shundaqla bizningki Allah oldidagi mas'uliyatni ado qilishga to'sqinlik bo'lgan manmanchilik, shaxsiyatchilik, shahvatimizni yuqori berish, o'zimizning nafsini o'zimizni birinchi o'rinda qo'yish va shundaqla dunyoning, shahvatning, ayollarning, avlodlarning va manmanchilikninki nafsi xohishiga birilib ketishdan, riyogarlik va putnaxo'rlikning, g'ayratxo'rlikninki o'z qo'llariga birilib ketishdan o'zimizni o'zgartirishak, biz Allah uchun samimiy bo'la oladigan, payg'ambar uchun samimiy bo'la oladigan, kelgusi xo'rlik, xafalikdan qutulishimiz uchun
bir niyat, bir maqsadda samimiy bo'laydigan bo'lsak, vaqtda Alloh subhanahu va taoloning yordami bizga keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zimizni o'zgartirishning muhim ekanligini alohida bayon qilib, astag'firullah, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo bir qavm o'zida bor yomon illatlarni o'zi o'zgartmishlik, Alloh ularning ahvolini o'zgartib qo'ymaydi deydi. Qarindoshlarimiz, bizningki avvalan qiyinchilik, musibat, mushu xo'rliqdan qutulanmaslikqa sabab bo'lgan birinchi omil avvalan yanala o'zimizningki ichki qurilmishga o'rinlashtirib olgan, o'zimizning vujudiga o'rinlashtirib olgan, o'zimizning hayotiga singdirayotgan har qanday bir nachar axloq va har qanday bir amaliy o'zimizdagi maqsad g'oyalar uchun o'zimizning nafs xohishdan kechanmaslik. Shuning uchun biz avvalan o'zgartishni o'zimizdan, oilamizdan, har bir musulmon qarindosh shaxslardan boshlashga ahamiyat berishimiz, o'lgulik go'zal musulmonlar jamoatini amaliy maydonda tarbiyalab chiqishga tirishchanlik qilishimiz kerak. Chunki hayotlikdagi har bir qadam nimadan iborat desa, mayli musulmon bo'lsin, mayli hatto kofir bo'lsin, jafodan iborat. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni jafo, mushaqqat, taraqquzish maydoni qilib yaratgan. Shunga bu dunyoda mu'min musulmonmi jafo chekadi. Kafir, fasik, munofiqlarmi jafo chekadi. Mu'min, solih musulmonlar, har qanday bir musulmon o'zining Allohga bo'lgan sadoqatmanligi, payg'ambarga bo'lgan sallallohu alayhi vasallam itoatmanligi, o'zining haq, huquq g'oyalari uchun, adolat uchun, erkinlik uchun doim kurash qiladi. Bu dunyoda har qanday yolg'on ilohlarga, zolim kofirlarga va har qanday bir qulluqqa, insonga, nafsiga, shaytonga, odam va jinninki har turli zolimlarga qul bo'lishdan o'zini ozod qilish uchun, Allohga haqiqiy qulchilik qilish uchun kurash qiladi. Nafsiga kurash qiladi, shahvatiga kurash qiladi. Hayotida amaliy maydonlarda kufrning tajovuzsiga qarshi kurash qiladi. Kafir, zolim, munofiq, dinsiz har qanday Alloh taolaning dushmanlari bularmi o'zining nafs xohishining, zolim raislining, o'zining har qanday bir azg'un qoida, azg'un intizom siyosatlarininki, zo'rgarligininki dunyo yer yuziga zo'ravonlik, tajovuzchilik qilishninki, o'z nafsi, o'z guruhi, o'z jamoati, o'z agashtirninki manfaatini dunyo insonlari, musulmonlar va har qanday bir xalqni qurbon qilish, yo'qotish hisobiga o'z xohishini qondirish uchun ularni Alloh oldi hisob qo'shib qiladigan, bu dunyoda halok qiladigan yomon jafolarni, yomon kurashlarni qiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda astag'firullah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqih. Har qanday bir inson, haqiqatan sen jafo cheksa, kurash qilsa, qachongacha Parvardigoring tarafiga, Alloh oldiga berib bo'g'icha, vafot bo'lib Alloh oldiga berib bo'g'icha kurash qilsa, ondan har bir inson mu'min bo'lsa o'zining yaxshi amaliga tushdi, yaxshi mukofotga, yomon kofir, xoin, munofiq bo'lsa o'zining yomon amaliga, uning hisobiga ushlash qilib Alloh subhanahu va taoloning oldiga borsa ham famulaqi, shu sen qilgan amaling yaxshi bo'lsa yaxshisiga,
yamını bolsa yamınıga uşuşsa dedi. Yine Allah Subhanahu wa Ta'ala yine bir ayette Estağfirullah. Laqad halaqnal insana fi kabad. Biz insanı köreş, cepa işide yarattık dedi. Sure Beled'deki 4. ayetinde. Onda olsa bizge cepa yok hayat nerede ba? Köreş yok hayat nerede ba? Muşu dünyada bizninki nefsimizge, şehvetimizge ve bizning hayatımızdaki her kandak insan ve cennin şeytanlarının izitusuga karşı köreş meydanı turup Allah Teala'ga halis kul bularsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge sadakatmen, itaatmen, hakiki salih ümmet bularsak, şundakla Allah yol koygan kanun prensipla, Allah Subhanahu wa Ta'ala bizge bergen hak hukuklarga tecavüz kılgan, bizge bergen nimetlerge tecavüz kılgan, bizge bergen Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın barlık galbileri, erkinliklerge tecavüz kılgan, mesela Xitay komünistleri okşaş, bizning ziminimizga, meslerimizga, dinimizga, bizninki şermi hayayimizga, neslimizga, ailemizga, evladımızga, devletimiz, cemiyetimizga, İslam dinimizga, her kandak bir hak hukuklarımızga tecavüz kılgan, hatta chet ellerge çıkıp chet el devletlerini seteveriş arkalık, xuddi aynı vakitte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerini Habistan'a çıkartkan vakitte kenidin şulağı par birip kovlap çıkıp şularını tutup ekiriş maksatı boğandek chet ellerge çıkıp bazı hain devletlerinin bizni tutup birişi ya ki bazı devletlerge bizge bisim işiş arkalık bizim erkinlikimiz, hukuklarımızı çeklep koyuşun ibaret zulümlarını keç gündüz kılıvatkan ana aşındak zulümlarının ana aşındak çekidin aşkan zoravarlıklarının ki her kandağıdın biz kutulumuz deydikemiz aşı kutuluş ne bilen burada dese bizdenki evvelen özümüzni özgertiş bilen hemşirakla biz aşı hak karşı hak meydan turgan hak üçün köreş kılgan hak üçün cepat atkan cemaat ile birli turuşumuz ile burada. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah in tansurullaha yansurkum ve yuthabbit aqdamakum. Mesela Allah Subhanahu ve Teala'nın dini yardım bersanlar Allah Subhanahu ve Teala size yardım berdi ve sizlarning qadamlaringlarni haq meydanida mustahkam turg'izdi deydi. Hem Allah Subhanahu ve Teala bizga mushu g'amdan chiqishninki yana bir yo'lni ko'rsatib dediki, astagfirullah amman yujibul mustarra iza da'ahu ve yashifus su'a ve yec'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allahi qalilan ma tezekkerun. Bizninki Allah aldiki mas'uliyetimizni, haq meydandaki körüşümüzni ada qilish orqali Allah Subhanahu ve Taala'nın bizi qo'ygan g'albining sabablarini joyida o'rindishimiz bilan birga, masalan, har qanday bir zulm, kufrga qarshi namoyish harakatlari, imzo qo'yish harakatlari ve shundaqla har qanday bir yig'ilish faoliyatlari ve her qanday bir siyosiy xalqarodagi her qanday bizningki zulmdan qutulishimizga sabab bo'lgan yig'inlar ve bayonotlar ve guvohliklar her bir xizmatlarga aktiv bijandil o'zimizdagi xato qo'rqinchi psixikasini cho'p tashlab shundoq amaliy bo'lgan jonli harakatlarga qatnashimiz bilan birga ham kelgusi dushmanimiz Xitoy kommunistlar bilan bizning oramizdagi naqma-naq haq maydondagi amaliy jang maydonining amaliy bo'lgan ularning g'alabaga erishadigan haq jang maydonininki maydon kelishiga va uning uchun o'zimizningki har bir tayyorligini doim qilishdan birga amaliy zolim kafirlardan qutuladigan harakatni qiladigan ana shundoq
canlıq xalqaradakı siyasi və hər qandaq bir cihadi Qur'an hadisga uyğun bo'lgan haq-huquqlarimizni joyida ijro qilish bilan birga zolim Xitoy kommunistlari qarshi va shundaqla bizningki yo'qtilgan haq-huquqlarimizni qo'lga keltirish yo'lida o'zimizning qo'ldan kelishicha har bir mas'uliyatimizni ado qilish bilan birga biz Alloh subhanahu va taologa haqiqiy bog'lansak, mana shu oyatdagi Alloh subhanahu va taologa doim arzimizni, shikoyatimizni, nori faryodimizni aytsak, Alloh subhanahu va taolo bizga cho'qim yordam qiladi, cho'qim g'alabini beradi. Shuning uchun Alloh taolo dediki, qistirib qolguchi, siqilib qolguchi, qiyinchilikda qolguchi, mushaqqat jafoda qolguchiga kim ijobat qiladi? Duo qilgan vaqtida va yomonlikni ichib turadi, vaslarni yer yuzining xalifalari qiladi. Kim shunday qiladi? Alloh bilan boshqa yana bir ilohlar bormi? Balki Alloh subhanahu va taolo mana shunda qistalg'ushining, qiyinchilikda qolg'ushining duosini Allohga haqiqiy yelinib duo qilsa, Alloh o'zi ijobat qiladi. Ular ustiga kelgan xafalik, yomonlik, qulchilik, xo'rlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi ochib turadi. Alloh subhanahu va taolo deyki, qalilan ma tazakkarun. Sizlar bakmu az nasihat qabul qilsizlar dedi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Sure Bakara 186. ayet.